Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan kichikroq retro reportaj qilamiz. Ya'ni yaqin o'tmishga, tarixga sayohat qilamiz. Mana inshaalloh mana bunaqa dachalar kimni esida? Haqiqiy mana Sovet davrini dachasi. Mana qurilishlarni ko'ringlar. Oldida ayvonchasi. Mana tomlariga e'tibor beringlar. Bir paytlar qo'shni bilan devori keragi yo'q edi. Mana masalan, mana sizni dachangiz bo'lsa, romlar mana sal kichikroq. Mana bolxonasida endi bilmadim, kaptar boqqanmi, o'tirlar. Mana qo'shnilarning uyi. Mana qo'shnining uyi. Faqat mana shunaqa sim reshotka qilingan. U naryoqlar ham hammasi qo'shnilar. U imorat qilganlari bor, vagonchi qo'yib qo'yganlari bor. Yoki mana bunaqa qurib qo'yganlar ham bor. Sizlar bilan biz eski Mayskiy qishloqdamiz. Mayskiyni dachalari ekan mana shu. Endi sizlarni imoratni ichi bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Xo'p. O'sha payt rus babulasi qurgan. Вот. Mana kichkinagina prixojiy tipa naves letniy kuxnyasi bo'lsa kerak-da endi bu buni. Mana shkaflari ham bor. Xo'p. Va temir eshiklar mana bunaqa zamokli eshiklardami, hali quplab ko'rsataman buni qanaqa ishlashini. Xo'p, mana kirib kelyapmiz. Mana mashina ham hammasi retro pardalar. Tul deydimi, buni ayollar yaxshi bilsa kerak mana. U o'tgan asrlarda bizning yoshligimizda mana shunaqa tullar bo'lardi. Buni shamolda uchishini qaranglar. U mana naryoqlarda Qozog'istonning chegarasi, quyosh tushib xalaqit bermayotgan bo'lsa agar Qozog'istonga ulanib ketgan. Kadrda endi men hozir quyosh tushyapti. Setga sim ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana bechara kampirdan qolgan divan, retro divan mana joyi. Xo'p. Mana bunaqa patrollar bo'lardi. Mana pechka. Haqiqiy zamonaviy sovetskiy pechka. Mana unaqa gaz ham ulanmagan. O'tin yoki ko'mir yoqiladi. Tepasida plitasi bo'lishi kerak. Temir mana bu yerga o'sha qozon qo'ysa ham bo'lar ekan. Nechta ekan? Ha, mana orqasida ham bor ekan. Shu ham qaynatsa bo'ladi. O'zidan shu trubasida oldi ichidan chiqib ketgan. Xo'p, mana ichkarigi xonasi yorug'lik yetarli bo'larmikin qani? Hoppa. Qani avtomatni yo'q qo'yamiz. Hop. Yorug'lik juda kam. Mana shkafi bor ekan. Servant deydimi buni? Xo'p. Mana paltarashka karavot mamlaqa bo'ladi. Oldin bo'lardi, hozir endi bilmadim paltarashka yonida tubichkasi, nочной светильниga. Shunaqa gaplar. Kuzatuvchilar. Odamlar oldin shunaqa dachalarda yashashgan ekan. Mana endi o'chiramiz. Xo'p, chiqamiz. Quluplaymiz. Mana quluplashni qarab turinglar. Bunaqa kalt bo'lar ekan. Mana kalt kattaligini ko'ryapsizlar mana. Voy, brontozavr mana bundoq qilinar ekanda. Hop. Hoppa.
kalt tortvosi o'zi qulflanar ekan. Mana u paytlarni anaqa joyga kalt tashlab, hop, ketaverishgan. Idish tovalar namatlarga yashirib ketgan bo'lsa kerak-da bir paytlar. Tovalar tovaru sovetskiy tovalar. Qanaqadir mana instrumentlar xudo biladi endi. Xo'p, mana shu dachani og'aynimiz oldi. Xudo xolasa mana sekin remont qilyapti. Xo'lasa mana bu imoratni qurdi. Mana bu imoratlarni qurdi. Xo'p. Xonani ichiga oddiy yevro tipi kuxnya bir ko'rsatib o'tamiz. Ichkariga kirmayman. Mana shu xona. Ana kimdir dam olayotgan ekan. Tipa 9 metrlik kuxnyada mana перегородка, холодильник. Asosiy kuch navesga berilgan. Mana basseynning ichida suv bor, ustini hozir yopib qo'ydi. Garaj tepasiga naves qilish kerak. Daraxtlar ekilgan, xudo xolasa katta bo'ladi. Mana smorodinalar, atirgullar, mana. Mana buni moshinadan bugun o'zimiz tushirib oldik, qahramonlarcha temirdan qilingan ekan. Xo'p. Mana o'zbekcha supa qilib qo'ygan. Men sho'rva pishirdim mana bu yerda. Sho'rvani yarmini ichdi, idish tovoqlarni baraka topkurlar yuvib qo'yishibdi. Mana sho'rva. Shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Ana og'aynilarim o tepada tanishyapti endi yangi dacha bilan. Mana shunaqa oddiylikda ham oldin odamlar yashashgan. Juda ko'p pul xarajat qilib tashamasdan hamma yoqni miramir yoki yana bir qimmat narsalarni ishlatib go'zallik oddiylikda deyishadi-yu. Zato mazza qilib dam olishgan. Ko'ngli xotirjam bo'lgan. Ishlarga ham kelajakda ko'ngil xotirjamligini tilab qolaman. Ko'p ovqat yeganim uchun keldi hozir. Sog' bo'linglar, hurmatli kuzatuvchilarim. Atak mana bu yerda bir pas dam olaman mana. Yangi tushirilgan narsada. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.